Masjidil Haromda eng yaxshi joy tomogani. Bu yerlar bo'lmaydi, isib ketadi. Hop. Yangi qurilgan masjid taraf ham nazorat qiladi. Kim yozsa tur qiladi. Eng yaxshi joy men hozir bilganim. Tom ham bo'lmaydi, tom bomdoddan keyin odamlar chiqarib asrda ochyapti. Peshinda ham ochmayapti, chunki peshin ham issiq bo'ladi. Tom, tepa tom qismi. Eng yaxshisi men bilganim shu 66-eshikdan kiramiz. Hop, 66-eshik. Elevatordan tepaga. Hop, elevatordan birinchi etajga chiqib bu yoqqa kiramiz. Mana kirishga to'g'ri joy. Mana shu area ko'pincha holatda indamaydi, chunki bu yerda haligi kollej bor, Makkani kollejda bolalar burchaklarda o'qiydi, askarlar ham bu atrofni ko'rmaydi, indamay o'tib ketadi. Mana shu yer men bilgan.